İlahamin. Ya Parvardigorim, xosatan mana bu bo'layotgan Qirg'izistonda bo'layotgan har xil qirsiqlar va bo'layotgan Batkendagi musibatlar, mo'min, musulmon birodarlarimiz ustiga tushgan mana bu musibatlarda Allohim o'zing yengil qil Parvardigor. Amin. Mana shu birga mo'minni g'amida bo'lib, mana Suzoq oila hukumatidan birodarlarimiz shunga qilingan hadyalarini barchalarini Alloh taolo tanijonlarini salomat qil. Qilayotgan hadyalarini qabul qil Parvardigor. Yurtimizga tinchlik, omonlik ber Allohim. Ana o'sha Batkendagi mo'min musulmon birodarlarimga insof, tavfiq, sabri jamil ber Parvardigor. Bir-birlarini hurmat, izzat, ehtiromda bo'lib, mana bu bo'layotgan har xil yomon holatlarda Parvardigorim o'zing isloh qil Allohim. Ikki millatning o'rtasiga do'stlik, tinchlik, omonlik, yurtimizni Alloh taolo har xil balodan, yer, osmon balolaridan, o'rtadagi ikki millatda har xil yomon holatlardan o'zing asra Parvardigor. Robbana atmim lana نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه برحمة